tumanidagi tungi kafedagi janjal aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bino ichida tunda bir shaxsning atrofdagilarni so'kib, haqoratli so'zlar bilan janjal qilgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan esa rasmiy ma'lumot berildi. Qayd etilishicha, 2026-yil 9-yanvar kuni soat 23:00 atrofida Muborak tumanidagi tungi kafelardan birida 2 nafar fuqaro jamoat joyida bir-birini haqorat qilib, o'zaro tortishib qolgan. Holat bo'yicha huquqbuzar shaxslarning kimligi aniqlangan bo'lib, hozirgi kunda Muborak ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling. Eng tezkor Qashqadaryo va Qarshi shahri yangiliklari faqatgina bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagramdagi biodagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin.